Ha ya, bu stil menga yoqmadi. Mana bu stil zo'r. Assalomu alaykum. Parda bermisiz? Parda boyman. Stol havsga qis kelibsiz. Aka, yangi uyimga parda kerak edi-da. Jim tur, men gaplashib olay. Bekor kelibsiz-da, telefon qilganingizda o'zimiz borib dizaynni qilib berib, pardani ham olib borib berardik. Hammangiz aytmadingiz-ku kelmang deb. Sen jinimisan? Men seni bir-ikki marta ko'rganmanmi? Ha, to'g'ri. Uka, bizda 3000 xildan ortiq pardalar bor. Xohlaganing tanlagin. Uyingga borib dizaynni qilib berish, bichish, tikish, kaniz, hammasi tekin ichida. Qachongacha aka bu? 8-martgacha. Buni Stor House deb qo'yibdi. Ukajon, agar pardalaring kir bo'lib qolsa, o'zimizga olib kelib bersang, o'zimiz yuvib beramiz. Bu ham tekinmi aka? Endi ochding ukajon. Mayli, bizdan olganing uchun 50% skidka qilib beramiz. Aka, sizda narxlar qimmat emasmi? Nima deyapsan? Bizda bozordan ham arzon. Bozorda yurmaysan, sovuqda tentirab, mana magazinga kelasan, issiqqinada tanlaysanda olib ketasan o'zing. Siz meni aldadingizmi? Boya o'zimiz olib borib beramiz demaganmidingiz? O'zim olib borib beraman, o'zim tikib berib, joylashtirib ham kelaman. Prosta klient ko'pda charchaganman. Ya buni manzili qayerda buni? Servisdan jinnimisan? O'zing qayerga kelganingni bilmaysanmi? Yo'q-da. Mana ganga moslab tushganingda, sebzorga qarab yurganingda o'ng qo'lingda keladi. Katta qilib pardalar deb yozib qo'yganmiz-ku. Rahmat parda boy aka. Olaman. Stor House doim xizmatda.